Assalomu alaykum akalar, charchamayapsizlarmi? Tushunibsizlar. Bugun ikki xil turdagi traktorlarimizdan ko'rsatib, obzorini qilib o'tib ketamiz. Xudo xohlasa bular sizlar uchun bugun yaxshi video bo'ladi. Sifatli, katta sifatsiz zo'r holatdagi traktorlarimizdan obzorini qilib ko'rsatib o'tib ketamiz. Birinchi o'rinda Kentaur firmasiga tegishli Kentaur'dagi originalni katta sifatsiz zo'r holatdagi traktorimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Akalar 170 toza motorli bo'ladi. Katta sifatsiz zo'r holatda mana korobkalarini ko'rsatib o'tib ketamiz. Korobkalari akalar oddiy traktorlar bilan hammasiniki bir xil bo'ladi. Ko'p joyda TX motobloklarniki yoki bog'cha chiroq motobloklarda korobkasi katta deb sotishyapti. Yo'q akalar, hammasini korobkasi bir xil holatda bo'ladi. Internetdagi ko'p yolg'onlarga ishonib qolmaysizlar akalar. Va ikkinchi variantimiz Skyline firmasiniki bo'ladi. Benzin baklari katta, filtrlari katta filtrlardan qo'ygan bo'lamiz. Xo'p, krilolari ham ancha yaxshi bo'lib ishlangan. Toza 170 motorli bo'ladi. Birkalarni ko'rsatib o'tib ketdik. Sifati zo'r bu traktorimiz akalar. Ballonlariga keladigan bo'lsa, ikkalasini ham ballonni 4 ga 8 ballon bo'ladi. 400 ga 8 ballon. E'tibor bilan qaraysizlar. Sifatlari zo'r, tortma orqali zavod bo'ladi akalar. Tortmani tortib zavod qilasizlar. Xudo xohlasa yetalab yurishga ham yaxshi variantimiz mana. Bemalol 300 kg, 400 kggacha aravalarning bo'lsa, tortib beradi. Aravalarimiz ham bor, nalichiyda. Kimga shunday traktorlar kerak bo'lib turgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Kelishtirib, chotki narxlarda qilib beramiz. Narxlarini aytib o'tib ketamiz akalar. 3 million 100 ming so'mga 3 million 300 ming so'm qilib beryapmiz skidka narxda. Ulgurib qolasizlar.